Assalomu alaykum barchaga hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi avtomat kotyollarimiz tayyor bo'ldi mana. Bu kotyollarımızın avtomatik açishimizning sababi pakani bu joyga solasiz. Shinek orqali galakaga olib kelgani uchun avtomat deb aytiladi. Galaka joylarda yonadi shu joylarda. Bu kotyollarımızın xom ashyolari 4 listrdan bo'ldi. 200 kvadratga bemalol bo'ladi. Eshiklari xuddi zavodskoydek bemalol ishlaydi mana. Hamma joylar 4 ta kitobi bo'ladi. Bu kotyolimizda 4 ta azbidin shnurlar qo'yilgan bo'ladi. Komplektida miyalari, reduktor motorlari, ventilatorlari bo'ladi. Bu kotyollarımızın hozirgi kunda narxlari 14 million so'm, 200 kvadrat xonadonga bemalol bo'ladi. Ochiq sistema, yopiq sistema bemalol bo'ladi. Bunga shunday kotyollar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani Mang'ish shahri, kichik sanoat zona ichida. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, birdan layklarni bosib qo'ying. Tanış bilishlariniz kotyollar qiziq bo'lgan bo'lsa, shu videolarni jo'natib qo'ying. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.